Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men bugun yana yangi joydaman. Mana orqamda Tablo Coffee Eni zapravkasiga keldim bugun ertalab. Shu joydan sizlarga yangi video taqdim etyapman. Bugun 4-yanvar. Qani ketdik, boshladik. Odam juda ko'p. Mana shunday joyda bugun dam olish nasib qilgan ekan. Bugun ertaga Xudo xolasa zo'ra uzoqlarda olsang. Havo juda zo'r. Aylanib maza qiladigan havo. Juda ham sovuq emas, juda ham issiq emas. Hozirgi men turgan joy Fransiyaning Manzat shaharchasi yaqinida ekanman. Sayohat qiling. Mana sayohatda gap katta. Har bitta shaharni ko'rganingizda o'zingizga biron nima olasiz. Eslatib o'taman, obuna bo'ling. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, video yoqqan bo'lsa like bosing. Ushbu joyda katta mashinalar uchun, yengil avtoulovlar uchun, elektromobillar uchun har xil zapravkalar bor. Agar sizga video yoqqan bo'lsa,